NTT'da milliy namoyish. Jamshid bir paytlar o'rmonchi edi, ammo qilmagan aybi uchun jazo muddatini o'tashga majbur bo'ldi. Bular meniki emas. Bu qandaydir tushunmovchilik. Axir sen emasmi? Har qanday hayvonni ko'zidan uraman deb maqtangan. Men boshqa ma'noda gapirgandim. U yana tog'lar bahriga qaytmoqda. Ammo u dinozavr qoldirgan izni topish ilinjida bo'lgan sheriklarga yo'l boshlovchi bo'lib kelmoqda. Bu yerga nima uchun kelganimizni bilasanmi, Jamshid? Qariyaning aytishicha, otam bilan muddat o'tagan ekan. O'sha paytda qilvat joyga xazina yashirib qo'yishganmish. Qiziq, ularni qanday sabab dinozavr iziga yetaklab keldi ekan? Bu yerda chizilgan joyni men yaxshi bilaman. Siz esa oltin ko'milgan joy. Demak, bir-birimizga kerakmiz. Jamshidni bu yo'lda qanday sinovlar kutmoqda? Savollar ko'p, javob esa faqat bizda. Mana o'sha dinozavr esa. Dinozavr qoldirgan iz NTT oilaviy kanalingizda.